Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari. Biz sizlarga 2026-yilda uy sharoitida tovuq boqish haqida video qilamiz. Videoni boshida aytib o'tamiz. Sotiladigan jo'ja va tuxumlarimiz bor. Bu tovuqlar hozircha sotilmaydi. Sotuvda tuxum va jo'jalari bor bo'ladi. Xo'p, endi bir chekkadan tushuntirib o'tadigan bo'lsak, katta ichiga kirib olganimiz yaxshiroq. Qani jonivorlar, mana bu bitta xo'rozimiz bor. Xo'rozni qonini alishtirganmiz. Tuxum va jo'jalar sifatli chiqishligi uchun xo'rozni qonini alishtirganmiz. Bundan tashqari bu yerda 3 dona makon tuxumda xolos. Nariga tepa tomondan 1, 2, 3 makonlar tuxumda. Bitta xo'roz, katta xo'roz qoni boshqa. Bular hali tuxumga kirmagan. Tuxumga yaqinlashib qolgan jo'jalar. Mana bu xo'roz, kichkina xo'roz. Yana bitta kichkina xo'roz. 3-kichkina xo'roz. 4-kichkina xo'rozni ham sotib olamiz. Bu makon bo'lishi ham mumkin. Buni xo'rozlar menga kerak emas, bularni sotib olamiz. Tuxumlari esa 3000 so'mdan 10 don inkubatiga qo'ygan edim. Undan 9 ta chiqdi. Bu degani 90% chiqyapti. 90% jo'ja ochib chiqyapti. Buni men sizlarga yana hozir video davomida ko'rsatib o'taman. Biz yangimiz, o'zimiz misol uy sharoitida boqyapmiz. Videoda kamchiliklar bo'lsa, xatoliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Videoga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan keyin sifatli video chiqarishga harakat qilamiz. Xo'p, bundan tashqari yana boshqa tovuqlarimiz ham bor. Mana bu tomonda hozir ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana bular yana boshqa qora tovuqlar. Bular eng kichkinalari. Hozirgi kunda yoshi kichkina, bular hali yerga tuxumga kirmaydi. Bularni ham sotmaymiz. Bular o'zimiz tuxum uchun, katta bo'lsa tuxumini ishlatamiz. Tuxumlari va jo'jalarni sotishimiz mumkin. Hozir nariyada jo'jaxonamizda tuxumlari hamda tuxumi yo'q, hozir jo'jasi bor. Jo'jalarni ko'rsatib o'tamiz. Tuxumlarni bugun erta to'plashda boshlaymiz. Xo'p. Mana bu ena tovuq. Yonidagisi ham ena tovuq. Yana bitta ena tovuqimiz bor. O'ng tomondagi ena tovuq. Shulardan chiqqan tuxum va jo'jalar hozir mana sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Va mana biz 10 ta tuxum qo'ygan edik inkubatorga. Inkubator narximiz 5000 so'mdan har bitta tuxum uchun. Oldindan to'lov, jo'ja ochib chiqmaydi, buni qizig'i yo'q. Inkubator menda yo'q. Men boshqa joyga olib borib, tuxumni qo'yib, mana shunaqa jo'jalar ochib chiqyapman. Xo'p, 9 ta 10 ta tuxumdan 9 ta jo'ja chiqdi. Ko'rishingiz mumkin mana. 1 kunlik jo'jalar bular. Bular 1 kunlik jo'jalar. Mana shunaqa jo'jaxonada lampochkalar yoqib boqyapmiz. Mana bu joyda bittasi o'zi nozik chiqib qolganmi yoki men kech olganligim uchun cho'qib qo'yishganmi bilmayman. Jindek kamchiligi bor. Qolganlari xudo xohlasa dadil suv ichishyapmi. 1 kunlik jo'jalar. Ochib chiqqaniga hali 1 kun ham bo'lmadi. Kerak bo'lsa 20 soat, 15 soat u yog'i bo'lib qoldi. Bular sotiladi 10.000 so'mdan. Tuxumlarimiz 3000 so'mdan. Jo'jalarimiz 10.000 so'mdan, tuxumlarimiz 3000 so'mdan. 10 ta tuxum qo'ygan edim, 10 tadan 9 ta jo'ja chiqibdi. Hamda bitta dona uni ham ichidan jo'ja bor ekan. Bitta ochmagan tuxumning ichida ham jo'ja bor ekan. Faqat tuxumni teshgan u yorib chiqa olmay qolgan. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Video bundan keyin sifatli ishlashga harakat qilamiz. Sog' bo'lasizlar.